Neutron degan mashina Xitoy mashinalarini kundan kunga turi ko'payib ketyapti. Bu mashinamiz gibrid, ham tokda, ham benzinda harakatlanadi. Ya'ni DVS motori ham bor, elektr motori ham bor. Motor house servisiga bunaqangi mashina nimaga tashrif buyurishi mumkin? Hech qachon tuning qildirish uchun kelmaydi biz ustaxonamizga. Bu mashinani motori charchagan. Motor charchaganda ham обычный holatda charchamagan. Bu mashinani shatuni blokni yirtib chiqib ketgan. Mashinani orqa tomoniga bitta e'tibor berasizlar. Faqatgina orqa tomonida mashinani yozuvi bor ekan xolos. Biz mashina tanlamaymiz, bilasizlar. Barcha turdagi avtomobillarni, motorlarini remont qilib beramiz. Sizlar bilan birgalikda bu mashinamiz 0 dan 100 gacha motorlarini remont qilamiz. Motorlarini polniy yechilgungacha bo'lgan jarayonni sizlar bilan birga bo'lishib boramiz. Bloklarini ko'ramiz. Agar o'zini yamatishlikni imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, o'zini remont qilib beramiz. Yoki bo'lmasa, silikon boshqa zbor motor qo'yib yuborishimiz ham mumkin. Ish davomida sizlar bilan fikr almashgan holatda motorimizni yechishni boshlaymiz. Undan oldin esa mashinamizni oldi tomonidan ham bitta obzorini ko'ramiz. Mashinamizni oldi tomoniga bitta e'tibor berasizlar. Bu tog'larga yuradigan mashinaga ham o'xshab ketar ekan. Bu mashinaning oldi tomoni undan tashqari Gelwagenga ham o'xshab ketadi. Gelikka ham o'xshab ketar ekan. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Qaranglar, mashinaning oldi tomonlarini. Xitoy mashinalarini kundan kunga turi ko'payib ketyapti. Nomini ham esdan chiqarib qo'yasiz ba'zi paytlarda. Bu mashinamizning motorlarini sizlar bilan birgalikda polniy sochib maydalaymiz. Video davomida mashinamiz nechta silindrdan iborat, nechta ot kuchidan iborat, 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqadi, qanaqa benzin quyiladi, hamda blok yirtilib chiqib ketishiga sabab nima bo'lgan. Shu haqida ham sizlarga aniq va tiniq ma'lumot berib borishlikka harakat qilamiz. Ma'lumotlarimiz foydali bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sababi hech kim ko'rsatmaydigan ma'lumotlarni sizlar uchun ko'rsatib boramiz. Bunaqangi ma'lumotlar usta akalarimiz uchun ham hamda mashina haydaydigan obunachilarimiz uchun ham albatta manfaatli bo'ladi. Ya'ni haydovchilar biz berayotgan ma'lumotlarni eshitgandan keyin motorini 1 yilda remont qilmaydi, hech bo'lmaganda 2 yilda remont qiladi. Ya'ni manfaat oladi qanaqadir. Usta akalarimiz uchun foydasi esa hali o'chishmagan bo'lsa, bunaqa motor ko'rishmagan bo'lsa, videolarimiz orqali ko'rib, qanaqadir tushunchaga ega bo'lib, metkalar haqida o'rganib olishsa, qaysidir ma'noda bizga savob tegib turadigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. O'zingizning aqlli yasama, bunaqangi narsalarni biz 20 yil oldin qilganmiz deydigan usta akalarimiz ham albatta topiladi. Unaqalardan Alloh rozi bo'lsin. Agar video bizdan ham chiroyli kontentlarni qilib olib chiqadigan bo'lsanglar, bag'oyatda xursand bo'lamiz. Bilmagan narsalarimiz bo'lsa, sizlardan albatta o'rganamiz. Videoni kuzatib boringlar, o'zingizlar uchun qanaqadir manfaat olsanglar, biz xursand bo'lamiz. Okalar, mashinamizni motor yechilish jarayonlari davom etyapti. Sizlar uchun qiziqarli bo'lgan bir ikki ma'lumotlarni berib o'taman. Ya'ni bu Neutron mashinasi qanaqa mashina? Bu mashina 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Ayrim sabablarga ko'ra, talab pastligi uchunmi, nima uchun bilmadim, keyin ishlab chiqarilish to'xtatilgan hamda 2023-2024-yildan zamonaviy boshqacha ko'rinishda ishlab chiqarishi boshlangan. Mashinamiz gibrid. Bundan oldin ham aytdim, ham tokka, ham benzinga harakatlanadi. Maksimal tezligi 170. 0 dan 100 gacha 5-9 soniyada tezlanadi. Undan tashqari esa 1,5 litrli turbo motor bilan jihozlangan. Mashinamiz crossover, ya'ni sedan emas, crossover. Bizni oldimizga kelishligiga sabab o'sha aytganimdek shatun blokni yirtib chiqib ketgan. Bu mashinani motorlarini polniy sochib maydalaymiz. Agar bordi-yu o'zini remont qilishga chiqadigan bo'lsa, remont qilib beramiz. Yoki bo'lmasa boshqa motor qo'yishligimiz ham mumkin. Videoni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, like bosish esdan chiqmasin. Sizlar uchun qiziqarli bo'lgan, manfaatli videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Sizlar bilan birgalikda mashinamizni polniy motorlarini sochib maydalaymiz.
Hamma uchun qiziq bo'lgan Neutron mashinamizni ham motorlari yechilishi davom etyapti. Ko'rishingiz mumkin, motorlarini birin-ketin yechilyapti. Motor charchaganligini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana qaranglar. Воздушный filtr ko'ryapsizlar? Menimcha bu filtr zavodskiy bo'lsa kerak. Mashina unaqangi ko'p yurmagan, adashmasam 40 ming 50 ming kilometr atrofida yurgan. 50 ming 60 ming kilometr atrofida yurgan. Kecha mashina egalari aytayotgandilar. Mashina juda ham ayanchli holatga kelib qolgan. Mana akalar, so'z isboti bilan bu narsa nima deb o'ylaysizlar? Mana qaranglar. Shatun. Shatunni siniq qoldig'i shu holatga tushib qolgan. Shu narsa blokni yirtib chiqib ketgan. Buni motorlarini polniy zbor tushiriladi, ya'ni elektr motorini ham tushiriladi, benzinli motorini ham tushirib olinadi. Nimaga? Chunki bu mashinalarni turgan joyida birin-ketin maydalanadigan bo'lsa ko'p vaqt ketadi. Undan tashqari juda ham qiyin bo'ladi. Sababi esa joy torligi. Podushkalarini, kabellarini, polniy hamma tomonlarini uzib, motori zboriy tushirib olinadi. Usta akalarimiz uchun foydali ma'lumot tariqasida aytib o'tamiz. Bunaqangi mashinalarni motorini yechayotgan paytda birinchi o'rinda pnevmasi bormi yoki yo'qmi? Shuni tekshirish kerak. Agar pnevmasi bo'ladigan bo'lsa, pnevmani o'chirib olinadi. Bo'lmasa kuyib qolishligi mumkin. Ikkinchi ma'lumot esa akkumulyator uzishligi kerak. Akkumulyator uzishdan oldin esa launch apparati yordamida polniy sistemani o'chirib olishlik kerak. Agar bordi-yu shunaqangi qoidalarga amal qilmagan holatda motor yechiladigan bo'lsa, yechib polniy yiqqaningizdan keyin juda ko'plab eshibkalar yonib qolishligi mumkin. Ayrim holatlarda arzimagan bitta qilingan xato katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. U xatoni bilmasdan turib qiladi hamma. U bilmasligingiz sizga qimmatga tushishligi mumkin. Ya'ni bu mashinalar anchagina aqlli. O'zimizda chiqayotgan Nexia, Lacetti, Borana, Malibu O'zbekistonda eng premium klass mashina hisoblanadigan Malibu hozirgi kunda. Ularning ham motori buni oldida bunaqangi murakkab hisoblanmaydi. Sababi bularda gibrid bo'lganligi uchun, ham elektr, ham benzin bo'lganligi uchun. Bularda starter bo'lmaydi. Elektr motor starter vazifasini ham bajaradi. Ya'ni mashinaga chiqqan vaqtingizda mashinani zavodit qilasiz, tokda zavodit bo'ladi. Ozgina ishlagandan keyin benzinga harakatlanadigan bo'lsa, elektr motor, benzin motori ham, ya'ni DVS motori ham zavodit qilib bera oladi. Sizlarga ma'lumot o'rinda polniy hamma narsalarni aytib o'tyapman. Bu ma'lumotlarimiz ko'p aytaman-ku, usta akalarimiz uchun ham albatta manfaatli bo'ladi. Biz bilgan narsalarimizni sizlar bilan ulashishda davom etamiz. Sababi bu ish hammamizdan qoladigan narsa. Bizdan keyingi kishi bizdan o'rganadigan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Kuzatib turinglar. Motor polniy yechilish jarayonini qo'yib boramiz. Bundan tashqari motor tushirgandan keyin qaysi detal qanaqa vazifa bajaradi? Shu haqida ham batafsil ma'lumot beruvchilikka harakat qilamiz. Bizning Instagram sahifamiz ham bor. Instagram sahifamizda asosiy 1 minut, 1,5 minutlik videolarni qo'yib boriladi. YouTube kanalida esa qiziqqanlar uchun to'liq ma'lumotlarni berib o'tiladi. Kuzatishda davom etinglar. Akalar, mana ko'rishingiz mumkin, Neutron mashinamizni ham motorlarini tushirib olganmiz. Injektorlari mana shu joyda joylashgan. GDI Malibularga o'xshab promoy Porsche'ning ustiga benzin tushirib beradi. Promoy Porsche'ning ustiga benzin tushirib beradigan motorlarning hammasi nargilaridan ko'ra tezroq bo'ladi. Ya'ni promoy Porsche'ning ustiga tushganligi uchun. Sizlarni diqqat e'tiboringlarni motorimizni shu joyiga qaratmoqchiman, akalar. Mana qaranglar. Juda ham ayanchli holatga kelib qolgan. Shatunimiz yirtib blok shu joyini sindirib tashlagan. Ichkari tomonda vallari ham qisib qolgan. Birin-ketin motorlarimizni maydalanyapti. Xudo xolasa sochamiz, maydalaymiz. Agar bordi-yu blokni o'zini yamashi iloji bo'ladigan bo'lsa, yamab, boshqa bitta kalinoval qo'yib, motorni remont qilib beramiz. Agar bordi-yu yamashlikni iloji bo'lmaydigan bo'lsa, komplekt boshqa motor qo'yib yuborishligimiz ham mumkin. Bundan keyingi videosi agar chiqmaydigan bo'lsa, bilingki motor qo'ygan bo'lamiz. Agar chiqadigan bo'lsa, qayta remont qilgan bo'lamiz. Lekin albatta bitta gapini aytib qo'yishlikka harakat qilamiz. Sochilish ishlari davom etadi.
Nutrio mashinamizni motorlari sochilishi davom etyapti. Sizlarga ajablanarli bir narsani ko'rsataman. Mana turbinasini. Turbinani ko'rinayotgan bo'lsa, ichidagi ventilyatorchalari ko'rinyapti. Aylanadigan narsa. Ya'ni turbinaning vazifasi motor ichidagi havoni bosim bilan sovutib, yana o'ziga qaytarib yuborish. Endi turbinaning ikkinchi tomonini ko'rsataman sizlarga. Mana qaranglar. Mana, okalar. Ikkinchi tomon ventilyatori sinib ketganmi? Qaranglar. Sinib, shunaqangi holatga kelib qolgan. Motor stuk bergandan keyin bu narsaga ham ziyon yetgan. Klapan kirishkalarini ochib olganmiz. Birin-ketin motor sochib borilyapti. Turbina tomonlarini yechildi, plastmassa kollektor tomonlarini yechildi. Birin-ketin hamma narsasini yechib borilyapti. Raspirvallarni yechib oldi, seplarini chiqarib oldi. Galovkasini o'lishligimizga ham ozgina muddat qoldi. Sep metkalarini yig'ayotgan jarayonimizda ko'rsatib o'tishlikka harakat qilamiz. Sep metkasi unaqa murakkab emas, oddiy. Lekin oddiy bo'lsa ham bilmagan kishi uchun qiziq. Shunaqa sep metkalarini yig'ilayotgan jarayonda qo'yib yuboramiz. Obuna qo'yasizlar bu videoni o'tkazib yubormaslik uchun. Galovkadagi gidrokompensator deydi-ku, gidrokompensator emas, oddiy stakan, ya'ni Cobalt Gentleman singari ligirovkali klapanni chaqlab turib, ligirovka qilinadigan formulada. Deyarli galovkani olishligimizga qancha qoldi? 20 minut qoldi. Galovkani olamiz va nihoyat keyin karterlarni ochamiz. Valdagi stuk nima sababdan paydo bo'lganini, blokni, shatun nima sababdan yirtib chiqqanligini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Afsuski bu motor sizlar bilan birga yig'ishlik nasib qilmadi. Shu Nutrio mashinasini motorlarini polni sochib, qaytadan remontlarini qilamiz deb o'ylagan edik. Lekin biz xohlaganimizdek bo'lavermas ekan doim. Sababi yaqinroqdan o'pga ko'rsatamiz. Okalar, blogimiz yirtilib ketgan, qaranglar. Odatda bunaqangi yorilgan bloklarni o'zini remont qilib, yamab, yig'ib berar edik, lekin buni yig'ib bo'lmaydi. Nimaga deydigan bo'lsanglar, mana bu joyida moy kanal bo'ladi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, ko'ryapsizlar? Mana tipli adminni bu tomonga qotadigan bo'lsa, shu joyda moy kanali bor. Bu moy kanal agar bordi svarka qilinadigan bo'lsa, ozgina kichrayib qoladigan bo'lsa ham katta muammolarga sabab bo'lishligi mumkin. Bu tomonni yamalgani bilan moy kanalga ziyon yetib qoladi. Mana ko'ryapsizlar? Shundoq ketgan moy kanali. Agar bordi-yu bu yo'riq shu joyda to'xtagan bo'lganda o'zini yamab qaytadan yig'ishlikni imkoni bo'lar edi. Blogimizni hattoki ichki qismlariga ham ziyon yetgan. Mana ko'rsatib o'taman. Ichki tomonlariga ham polni ziyon yetib, yirtilib ketgan, struchka bo'lib ketgan. Endi nima qilamiz deydigan bo'lsanglar, bu mashinamizga komplekt boshqa stalba motor qo'yamiz. Agar bordi blok o'zini yamashlikning iloji bo'lganda, boshqa kalinoval qo'yib turib, qaytadan yiqqan bo'lar edik. Boshqa motor qo'yamiz, shu bilan ishimiz o'z yakuniga yetgan bo'ladi. Lekin bu Jetower mashinamizni albatta yig'ilish jarayonlarini sizlar bilan birgalikda qo'yib boramiz. Bu mashinamizni motor almashmayapti, sababi blok yirtilgan holatda yoki val stuk bergan holatda kelmagan, обычный remont, portion zamina qilinyapti. Undan tashqari esa turbinasini almashtirilyapti. Bu mashinamizga motor ham boshqa qo'yiladi, turbina ham boshqa qo'yiladi. Bunaqangi holatga tushib qolishining sababi benzin. Mashinamiz aytdim-ku, 70 ming kilometr yurgan, noto'g'ri benzin quyilganligi sababli val stuk berib olgan. Qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, noto'g'ri benzin quygandan keyin portion sinadi. Portion singandan keyin moy gulshitirdan rasxod qilib chiqib ketadi. Moy kamaygan holatda yurib qo'yilgan be'tibor bo'lib, natijada val stuk bergan. Val stuk berganini ham bilmay qolingan, oxiri shatun blok yirtib ketgan. Hamma narsani umumiy sababi be'tiborlik. Be'tibor bo'lmaysizlar, e'tiborli bo'lasizlar. Arzimagan kichkina be'tiborligini katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Taxminan bu mashinaning motori 3 ming, 3,5 ming dollar atrofida. Agar e'tiborli bo'linganda 300 dollar ham rasxod qilmasdan bu muammoni oldini olish mumkin edi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli bo'lgan hamda foydali bo'lgan ma'lumotlarni qo'yib berishlikda davom etamiz.